Bu mahbuslar butun umri davomida bo'sh devor qarshisida o'tirishdi. Ular boshini o'girishmaydi. Shunchaki o'sha bo'sh devorga tikilib qolishgan. Endi ularning ortiga olov yoqildi. Keyin esa olov bilan mahbuslar orasiga yo'lak qurib, pastroq devor ko'tarishdi. Endi o'sha yo'lak bo'ylab turli buyumlarni olib ko'tarishdi. Olov bu buyumlarning soyasini devorga tushirdi. Mahbuslar bundan boshqa hech qachon hech narsani ko'rishmagani uchun soyalarni haqiqat deb o'yladilar. Ular bu shakllarga nom berib, o'z haqiqatlarini shularga asoslay boshladilar. Lekin agar bir mahbus ozod qilinib, nihoyat ortiga o'girilsa, u harakatlantirilayotgan buyumlarni va soyani tushirayotgan olovni ko'rgan bo'lardi. U soyalar haqiqat emasligini sekin-asta tushunib yetardi. Ammo uni boshqalarning oldiga qaytarsangiz va u buni ularga tushuntirishga harakat qilsa, ular uni ahmoqqa chiqarishadi va devorga qarashda davom etishadi. Chunki soyalar ular uchun o'zlari bilgan yagona haqiqatdir. Platon bu falsafani ming yillar avval tushuntirgan edi. Haqiqatni topgan inson uchun eng og'ir narsa uni ko'r-ko'rona soxta dunyoda yashayotganlarga tushuntirishdir.